Zapchas magazinimiz. Albatta Belaruslarga nima zapchas kerak bo'lsa, Belaruslarga bor. Kelar, emtizi gulush turlarimiz kaltasi, uzuni. Oldi tosh pastavkasi, toza Belarusyaniki akalar. Dozator qo'yadigan roldi pastavkasi Belarusyaniki. Eshiklarimiz, ramkalarimiz, fiksator, chayon, korobka korpuslari Belarusyaniki. Ana jeni richagimiz bu. Yangi Belarus. Lanjiron ustiga qo'yiladigan pastavkamiz mana. Qanini birligi. Belaruslarga oldi toshi 10 ta bo'ladi akalar. Oldi toshi. Yangi golovka Belarusyaniki. Solatni yangi moya bilan. Uch g'ildiraydi, brusti. Yangi ipskasi bu. Oldingi ipskalarimizga deganlarga mana eski ipskasi ham bor. To'rt g'ildirakka ham bor mana. Orqasida to'rt g'ildirak vidishiga ham bor. Ko'jog'imiz yangi ipska o'sha qaninidan. Chugunlarimiz ham bor, har qanday korpuslarimizga ketadigan 76-10 fiksatordagi, ro'valdagi, ro'lovoydagi hammasidan bor mana. Kirishkalarimiz. Bular mana kirishkalarimiz bor. 100% originali. Mana emtizalarga nomerli plantarkamiz, ovoz bermaydiganidan toza Belarusyaniki yangi ro'lovoy g'ildiraklarimizni mana plantarkalarimiz yangi 76 kiloglarimiz mana shu temirliklaridan. Bu Belarusga tushadi. Mana emtiz yozuvligi, haqiqiy temirligi. Bu LSlarga tushadiganligidan akalar. Bu LSga tushadi. Mana bu shu 76ligimizni palovoslari aka. Yangi akalar. Ulanmagan, kesilmagan, svarka qilinmagan. Absolutni yangi.